bittasi chiqadi ekan aka. Yo'q. Bitta video chiqib ketar ekan. Ha, O'zbekistonniki bo'lsa turish kerakmikan? Yo'q. Ha. Instagramga yoqish kerak ekan. Xo'lar. Urin ham ishlatyapsanmi? Urinni doniga qo'yib olib yuribsanmi? Yo'q, o'rin ishlatilyapti. Qo'yib ko'rchi. Ha. O'rin ishlatilyapti aka. Ha. Takkil qilmadimi? Mana bu yoqasiga ham mana. Bu yoqqa kim bor? Men 1,5 metrli 2 metrli pravilaga aytib beraman. Ha. Sen mana gara o'ynash kerak ekan. Vizit, bartas vizit tashasa. Kim? Anjom bo'ylab. Anjom bo'ylab. Endi 10 qatorab ketaman. Pravilaga aytaman. Hammasi. Sen faqat haligi ashanqa paytda 10 qatorab ketasan ekan. Boshqa paytda 4 qatorab ketasan. Nimaga faqat 10 qator? Vizit bo'lsa tez bosiladi-da. O'tgan texnik holatda. Vaz degan. Kommentariyada yozinglar, savollar bo'lsa Oybek ustaga. Bosishaman degan bilan bosib qo'raman. Ustalarga yuzib tashlayvermadi sen. Emas, shunday do'stona. Endi sohamiz usta bo'lganda ustalarga tashlaymiz-da. Charo usta nima deyapti? Klip ham yo'q qo'yishdik bular. Endi olamiz-da, xudo xolasa. To'xtalish o'tiribdi-da. Bitta to'xtalish o'tiribdi. Operatorni malaka oshirishga jo'natib yuborganmiz. Tajribasini oshirib kelsin.